Onajonlar, vrach maslahatisiz beriladigan Finibutning ayanchli asoratlari haqida bilasizmi? Bugun siz bilan shu haqida gaplashamiz. Oxirgi paytlarda Finibut preparati juda ham ommaviylashib ketyapti. Ayniqsa yig'loqi, qaysar, injiq, uxlamaydigan farzandlarga onalar bemaslahat Finibut ichirishni boshlashgan. Finibutni 1 yoshgacha ichirish qat'iyan taqiqlanadi. Nega? Chunki Finibut bu gaminergik neuromediator tormozlanuvchi hisoblanadi. 1 yoshgacha esa chaqaloqlarimizda, ayniqsa yangi tug'ilgan bolalarimizda 6 oylikgacha 1 yoshgacha glutamat sistemasi yaxshi rivojlanmagan bo'ladi. Va glutamat sistemasi yaxshi rivojlanmagan bolalarda Finibut tinchlantiruvchi emas, aksincha qo'zg'atuvchi sifatida ta'sir qiladi va ko'p onalarimiz kelib, Finibut ichgandan buyon farzandim juda ham injiq, aksincha uxlamaydigan, tajang bo'lib qoldi deb kelishadi. Shuning uchun 1 yoshgacha bo'lgan farzandingizga Finibutni o'z voshinchalik bilan tavsiya qilmang va ichirmang. Agar sizning ham farzandingizda uyqusizlik, injiqlik bezovta qilayotgan bo'lsa, albatta bizning Farm Standart Lux diagnostika markazimizga murojaat qiling va men 25 yillik malakaga ega bo'lgan nevropatolog Abdusamatova Dildora Kamilovna sizga albatta yordam berishga tayyorman.